Gluten zarar deydi va ichak damlashida, o'sha ovqat yaxshi so'rilmasligida biz o'ylaymizki, o'sha gluten aybdor. Glutenni ota-bobolarimiz yeb yurgan. Gluten bilan oldingi glutenni farqi shundaki, oldin tabiatda quyosh nurida o'zi yetilgan o'sha yeydigan narsalar. Hozir esa sun'iy yetishtirilyapti, sun'iy saqlanyapti, sun'iy обработка qilinyapti. Uni upakovkalarga solishyapti va aslida gluten emas, aslida uni обработка qilayotgan yengil formadagi mishiyak balki o'sha jarayonni qilyapti. Va bu narsani anglash uchun har bitta odam qabulga kelganda chuqur tahlil qilinadi-da, o'sha yegani, ichgani, uni hayot tarzi, o'sha aynan gluten yoki shakar bilan uni insulini baland bo'lyaptimi, ortiqcha vazn yig'yaptimi yoki ma'lum bir yallig'lanishni hosil qilyaptimi, bu chuqur tahlil qilinadi. Ya'ni bir so'z bilan aytganda, shakar ham yomon narsa emas, gluten ham aslida yomon narsa emas. Hamma narsani me'yori bo'lsa va balans nimadan buzilayotganini asl ildiziga biz qiziqsak.